Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari va hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizni boshladik. 12 taliklari va 20 taliklari bor. Video obzorimizni qo'ldan kelgancha sizlarga tushuntirib boraman. Ismim Dostonbek. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Ishlab chiqaruvchi sexdan, ya'ni xonadondan birinchi qo'ldan bemalol xarid qilaverasizlar. Nomerlarni qoldiramiz, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dostavka xizmatlari vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona narxlari ichida kiradi. Vodiydan tashqari O'zbekistonning hamma joylariga dostavkalarimiz bor. Dostavkalari kelishilgan holda. Nima uchun vodiyga dostavkasi narxi ichida, vodiydan tashqariga degan savol bo'ladi. Chunki vodiydan tashqariga katta mashinalarni, Isuzu mashinalarni jo'natamiz. Shu jo'natayotgan paytda buni maxsus falgalarga upakovka qilib, shilinmaydigan, qirilmaydigan qilib jo'natishimiz kerak. Shuning uchun shu narx ichida shu upakovkasi ham ketadi. Upakovkaga 150 ming, 200 ming so'm falgalarga xizmati bor. Shuning uchun dostavka xizmati vodiydan tashqariga pullik. Masofasiga qarab kelishamiz. Birinchi komplektimiz 12 talik listvak rossiyskiy yog'och, korishnoy rangligi. Stolning razmeri 2.75 ga 1.10. Stullari chesterlik qilib ishlangan. Silinasi machalkalari 3 dan 9 sm. Orqalariga mana pardalar qilib chiroyli qilib ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, oldingi videolarimizda buni narxini 3 million 100 ming so'm qo'yganmiz. Hozirgi kunda Ramazonga aksiya qilib 3 million so'm qilib beramiz. Keyingi komplektimiz bu ham 12 talik. Rangi bronza rangligi. Bu ham spinkasi chesterlik qilingan. Machalkalari 9 sm, oyoqlari mana oyoqlari o'zgacha qilib ishlangan. Stoli 2.75 ga 1.10 xon taxta qilib ishlataverasiz. Buni ham narxi 3 million so'm. Buni ham orqalari pardali qilib, zamonaviy qilib ishlangan. Keyingi komplektimiz xuddi shu komplektlarda oq rangligi, jemchug deb qo'yamiz. Buni narxini 3 million 300 ming so'm qo'yganmiz oldingi reklamalarimizda. Endi esa buni ham narxini bronza, korishnoy ranglarni 3 millionga tushirdik. Bunisini ham bonus qilib 3 millionga qilib beraveramiz. 12 taligi, 16 taligi, 14 taligi, 20 taligi, nechtaligi kerak bo'ladigan bo'lsa tayyorlab beraveramiz. Keyingi komplektimiz kapalak dizaynidagi plankalik 12 talik. Bu ham stullari 100% yong'oq. Bularning machalkalari 3 dan 4 ta qo'yilgan, 12 sm bo'ladi. Stullari xudo xolasa o'zimiz bitta ko'rganmiz. 100% yong'oqdan, iloji boricha boshqa yog'och aralashtirmaymiz. Stolning razmeri bunisi kattaroq bo'ladi. Chunki stullari yelkasi bor, gabariti borligi uchun shuni hisobiga stoli kattaroq bo'ladi. Stolning razmeri 1.20 ga 3.20. Buni ham xon taxta qilib ishlataverasiz. Mana stulning oyoqlari bular qavatli qilib MDF dan mana o'ziga yarashadigan qilib ishlanganmiz. Rangi gold, shampan aralashgan. Qanaqa rangidan kerak bo'ladigan bo'lsa aytaverasiz. Bizda hozirda 5 xil rangda ishlab chiqaryapmiz. Korishnoy, bronza, oq, gold, shampan va korishnoy. Mana bunisini narxiga keladigan bo'lsak, aytib o'tdim hozir. Oldingi reklamalarimizda 6 million 300 ming so'm qo'yganmiz buni. Hozirgi kunga kelib 6 millionga qilib beraveramiz buni narxini. Aytib o'tganimdek, boshqacha ranglari kerak bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Nomerlar qoldiramiz. Nomerlarga Telegramdan yozsanglar, Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal silkasini jo'natib bersak, shu Telegram kanalga o'tib, razmerlari, ranglari, boshqa dizayndagi stullarimiz, vibrlar ko'p. Shularni ko'rib, yana ham tushunib olaverasiz.
Endi keyingi komplektimiz 20 talik. Bu 20 taligimizni Qoraqalpog'istonga tayyorladik. Kapalak dizaynda, rangi korishneviy. Mebel deganda birinchi xayolga shu korishneviy rang keladi. Bu rang menimcha, men hozir 30 yoshga kirdim. 30 yildan beri mebel desa korishneviy birinchi xayolga keladi. Shuning uchun korishneviy rang o'lmaydigan rang. Men yangi shogird bo'lib tushib, hunarni o'rganayotgan paytimda ham bu rang bor edi. Hozirda ham mana shu rangni tayyorlab biz davom etkazyapmiz. Kelgusida ham bu rang o'lmaydigan rang. Chunki mebel deganda birinchi xayolga korishneviy keladi. Endi hozir zamon rivojlanib, zamonaviy bo'lib mana gold, oq, shampan, bronza ranglar chiqib ketdi. Zamonga qarab. Endi kimgadir qanaqa rang kerak bo'ladigan bo'lsa tayyorlab beraveramiz. Buni biz 20 talik aytib o'tdik, Qoraqalpog'istonga tayyorladik. Stolning razmeri 120 ga 640 bo'ldi. Kattaroq qilib tayyorlab berdik. 4 ta tumba qo'yib mana xon taxta bo'laveradi. Stullari bemalol orasi masofasi ochiq. Chunki o'zi aslida 120 ga 640 24 talikni razmeri. Shuning uchun biz 24 talikka 20 ta stul qo'yib berdik. Stullari keng tursin deb mana. Rangi buni korishneviy aytib o'tdik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10.500.000 so'mga tayyorlab berdik buni. Dastavkadan tashqari. Keyingi komplektimiz bu ham 12 talik. O'zgacha dizaynda ishlangan Cobra oyoqlari 3D. Oldingi videolarimizda qo'yganmiz Monika gulliklarini. Bunisi yangicha gul. Xitoy atirgul deb qo'yamiz. Spinkasi chesillik qilingan, machalkasi 12 cm. Oyoqlari yog'och o'zidan maxsus roverda o'yib gullar chiqarilgan. Stolning razmeri 120 ga 320 xon taxta bo'ladi. Stullarning orqalari mana pardali qilib o'zgacha dizaynda qo'yilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini oldingi videolarimizda 7,5 million qo'yganmiz. 7 million xon taxta bo'ladigan emas, 7,5 million simal oyoqligiman qo'yganmiz. Simal oyoqni videoda ko'rganlar bilsa kerak. Ko'proq xurram dizayniga qo'yamiz. Oyog'i yumaloq, maxsus quymadan ishlangan. Hozirgi kunda bunisining narxi 6.500.000 so'm. Aksiya Ramazonga. Buni ham ranglari aytilib o'tilgandek 5 xil rangida tayyorlab beraveramiz. 14 talik, 16 talik, nechtalik kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarga aloqa chiqaverasizlar, kanalga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Qachondir sizga mebel bo'yicha stul kerak bo'ladigan bo'lsa, istab qolmaysiz. Ya'ni stul olmoqchi bo'lib, stul olaman deb yurgan tanishlaringizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Iloji boricha qo'ldan kelganicha yangiliklar bo'lsa, narxlardan sizlarga tanishtirib boraveramiz. 12 talik, 14 talik ishdan bo'shagan paytimiz iloji boricha video qilib kanalimizga joylab turamiz. Like bosib qo'yasizlar.